baraka topkurlar, mehmonxona sohasidagilarga tegishli bu video. Iltimos shu yorug'likka ahamiyat beringlar. Shuncha pul ketkizyapsizlar. Mebel, interyer, ovqati bormi, boshqa bormi, hammasini yorib yuboryapsizlar. Bizaniki ham o'zi otelda qolishmayapti chet elliklar. Lekin bir ikkita mehmonxonaga kirsam, yorug' operatsionni qilib qo'yibdi. Iltimos shuni ahamiyat beringlar, ishoninglar, bu ayni ta'sir qiladigan narsa. Sizlar mehmonxona nima sotadi o'zi o'ylab ko'ringlar. Ovqat sotmaysizlar, sizlar kalavat sotmaysizlar, sizlar komfort, qulaylik sotasizlar, emotsiya sotasizlar, atmosfera sotasizlar sizlar. Bu narsa mijozga %100 ta'sir qiladigan narsa. Mana shu keyingi videoda biz ham zonamizda mana double room qilib, yaxshilab tushuntirib ko'rsatib beramiz. Realni qanchalik farq qilishi, qancha foyda zarar olib kelishi bu narsa ko'ringlar.